Bu faralar haydovchiga juda ham ko'p qulayliklar yaratib beradigan faralar. Nima sababdan haydovchiga qulayliklar yaratib beradi? Misol uchun, siz qorong'u ko'chaga kirdingiz, faralar o'zi yetarli darajada yorug'likni ta'minlab beradi. Va o'sha paytda qarama-qarshi yo'nalishdan avtomobil kelyapti tursa, chap tomondan kelyapti turgan bo'lsa, chap tomon old faralarini pasaytirib beradi yorug'ligini va avtomobil o'tgandan keyin yana o'zi yetarli darajada yorug'likni keltiradi. Yorug' ko'chaga chiqdingiz va kerak bo'ladigan darajada yorug'likni keltirib beradi. Bunday ajoyib LED faralar Dipal S07 modelimizda. Bu video faqat Dipal S07 ning old faralari haqida qisqacha video edi. Batafsil ma'lumot uchun pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qiling yoki rasmiy dilerlik markazimizga tashrif buyuring. Manzilda adashmang. Manzilimiz Aeroport yo'li, Do'stlik ko'chasi 55-uy. Aeroportdan qaytish Qumozor svetoforga yetmasdan 500 metr.